Yo'q, xohlasa 1 yil sudrasin. Menga nima qizig'i bor? Pulini bersa ham yordam bermaysiz endi. Pulini bersa ham Men iltimos sizlardan shuncha tuhmatlar больницada beryapti, больницada jon berdi. Biz umuman tushunmayapmiz hech narsani. Hurmatli kuzatuvchi, ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, Nozima kim o'limi haqida bo'ladi bu videolarimiz. Har birini kuzatib boringlar. Albatta, like, kommentariyalarda o'z izohlaringizni qoldiring, chunki qancha ko'p inson ko'rsa, like bosilsa, ushbu video kerakli insonlarga yetib boradi degan umiddamiz. Nozima kim vahshiylarcha Koreyada o'ldirilgan. Qotillarni izlashda davom etmoqda. Ushbu videoni siz ko'ring, chunki bu joyda Avazbek va uning sheriklarining sirlari oshkor bo'lgan. yo'q, xohlasa 1 yil sudrasin. Menga nima qizig'i bor? Aytsa uyligunicha sudiraman. Anaqa yangilik, xudo xohlasa 10 kun qolibdi aka. Nimaga 10 kun qoladi? Ana ish yopilishiga. Yo'q, Seshanba kunimi, yoki chorshanba kunimi nimaga bordim? Militsionaga bordim. bizga yopilsa, yopilmasa farqi yo'q bizga. Xohlasa yopsa, xohlasa och. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim anaqa. Hammasi aniq bo'ladi demoqchi edim. Sherzod, shu 10 kunda qaysi oydaligini aytib bering. Sentyabrmi, oktyabrmi? Yo'q, shu avgustmi hozir, avgustda. Voy, 10 kun ozgina qoldi. Sizlardan allergiya bo'lib qoldik. Yo'q, polis o'zi aytdi. Sherzod 10 kun dedi-yu, nechta 10 kunligini aytdim. Yangilik bo'ladi. Sherzodga. Politsiyaning o'zi aytdi. Politsiyani o'zi aytgan-ku, Sherzodga 10 kun qolibdi. Yo'q, politsiya aytdimi? Politsiyaning o'zi aytdi. Nimani ham, Sirojni ham o'sha seshanba kunimi chaqirib nima qilishibdi. Yana qaytadan. Sirojda ham bir ko'ziga qarashim bor-da, bir ko'zlariga. Sirojida. Shu ikkita ko'ziga, shu ikkita ko'zim bilan bitta qaragim kelyapti. Cho'tini qisib turganda ham o'sha narsa bo'lardi. Shokka tushib, o'rtog'ini bir narsalar qilmasdan, to'g'rimi, Sherzod? Sen bilmasam o'zi esa anaqa so'raymiz-da, nima maqsadda? Bir ko'ziga qaragim bor-da shu bolani.